Olovni bejiz tilsiz yuv deyishmaydi. Unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, xavfsizlik masalalariga e'tibor qaratish muhimdir. Farg'ona viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va uning quyi tizimlarida muntazam o'tkazib kelinayotgan profilaktik tadbirlar ana shu jihatdan ahamiyatli. Farg'ona shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda tegishli tashkilotlar xodimlari tomonidan Furqat mahallasida tashkil etilgan tadbirda boshqarma rahbariyati tomonidan ishtirokchilarga topshiriqlar berildi. Shundan so'ng aholiga hujum bo'ladigan maskanlarda favqulodda holatlarda tuzilmalarning hamkorlikdagi harakatlari sinovdan o'tkazildi. Yana bir muhim jihat, korxona va tashkilotlarda birlamchi o't o'chirish vositalarining mavjudligi va soz holatda ekanligi, yer osti suvlari, evakuatsiya yo'llarining talabga javob berishi tekshirib chiqildi. Tahlillarga ko'ra qayd etilgan yong'inlarning aksariyati aholi yashash uylariga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham mahallalar kesimida xonadonlarning yong'inga qarshi holati o'rganib chiqildi. Ishtirokchilarga turmushda gaz va elektr moslamalarini ishlatishda qoidalarga rioya qilish muhimligi tushuntirildi. Shuningdek, amaliy mashg'ulotlarda mahalla ko'chalarida o't o'chirish avtomobillarining erkin harakatlanishi, to'siqlarning yo'qligi tekshirib chiqilib, kamchiliklar joyida bartaraf etildi. Albatta, mutaxassislar tomonidan berilgan ko'rsatma va tavsiyalarga amal qilishimiz orqali avvalo o'zimiz va yaqinlarimizning hayoti hamda mol-mulkini o't balosidan asragan bo'lamiz.